Alloh taolo hammamizni yomon narsalardan himoya qilib, yaxshi amallarni qilishimizni Alloh hammamizga nasib eylesin. Mana yoshlarni umrlarini uzoq, sizlarni ko'p qilib, mana shu bosh bo'lgan yigitlarni Alloh o'zi ko'ribdir, Alloh o'zi bilibdir. Alloh shu ishlariga baraka bersin. Hammamizdan shu ishga qo'limizdan kelganicha bir aka-ukalarimizga, hamshiyatlarga, yor birodarlarga yaxshi gapirib, bir-birimizga yordam qilib, ish yaxshi bitishini Alloh nasib eylesin. Qishloqdoshlar, mana qarangizlar, mana Duzqavli Atqam ukamiz mana bitta katta qo'chqor so'yib, mana hashar boshlab. Hasharchilarimiz Yuraklikdan mehr bilan boqqan shu izg'irinda o'z bag'rini yoqqan shu ko'ksimga baxt tumarini taqqan shu jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. O'zgalardan bu yurtim kam bo'lmas sira, farzandlari nomardga bo'y egmas sira. Nabzi halol elimga ko'z tegmasina, jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Zaminda ulug' beklar o'lsayotir, mard o'g'lonlar qaddi tiklar o'lsayotir, kuch qudrati temur teklar o'lsayotir. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. 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 Bahorni xalos qo'yapti mana. Xalos qo'yapti. Hamma Samarqandu Buxoroni bilmaydi kim, ko'rmak uchun qay yurtlardan kelmaydi kim. Bobur chekkan g'amga tilim tilmaydi kim. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Al-Farg'oni, Marg'iloni izdoshman, Bobom Qodiriy chulponlarning yurtdoshiman. Qarang menga, men o'zbekning xuryoshman. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Jonim fido shu yurt uchun, vatan uchun. Fido shu yurt uchun, vatan uchun.
Allah sizlarni o'z panohiga olsin. Alloh deganday qilar. Hammamiz Allohga loyiq. Robbina atina. Canım fida şu yurt için, vatan için. 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 Akalarimiz ko'p bor. Kelingizlar, ichib ketaveringlar, sovibga qolasizlar. Ko'chadan o'tganlarga men duo. Men 7-tovoq. Olib bar, to'xta. Mana. Ya, chiroyli xudo xolasa bo'lyapti. Nimasida mana Ko'nglime orzular solgan qishlog'im Olis-olislarda qolgan qishlog'im $100 berib ketdi hozir. Ko'nglime orzular solgan qishlog'im Olis-olislarda qolgan qishlog'im Kelib qolar mudib her seher, her şam Gözleri yolumda kalgan yarım Gelip kalar mı diye her seher, her şam Gözleri yolumda kalgan kışlağım Mening maksadımdan ko'nglim ko'p to'g'dir Armon nishoniga tegmagan o'qdir Mening maqsadimdan ko'nglim ko'p to'g'dir Armon nishoniga tegmagan o'qdir Orzungizmidan hamon hayotimi lekin bu yo'llarining adog'i yo'qdir Orzungizmidan hamon hayotimi lekin bu yo'llarining adog'i yo'qdir Olislarda avvora durmane borsak emasmidi men tanlagan Olislarda avvora durmane borsak emasmidi men tanlagan mana qana sakrashi qana qo'shqardi. Rahmat ukamız.
Mahalla rais bobur nima deb bering? Hammasiga rahmat aytamiz. Mana bugun yakunlabdi mana. Iloyim oxirigacha shunday yur. Ko'nglime orzular solgan qishlog'im Tabiat. olislarda qolgan qishlog'im Rashka boz gazga. Birinchi Maydon birinchi Margaret bo'lgan davrda ana shu Maydon nimaga ishlardi? Yigitlarga ming rahmat. Bu ishlarimiz tarzida avvalgi yozib qoladi. Kelajakdagi bizdan keyingi avlodlar, sizdan keyingi avlodlar buni eslab yuradi. Bu ibrat bo'lib davom ettiradi bu narsalarni. Hammalaringizni katta Ben istiqbal 4-yil mana shu bolalarimiz, qarindoshlarimiz yurtda. Mana bo'lmish bitti, mana yana yangi yaxshi boshlanadi. Bu yurtda, bu yerda yaxshi insonlar duoda o'tiribdi, duolari ijobat etsin. Bu yurtda, bu yerda Sayyid avlodlari duolari ijobat etsin. Bu yurtda, bu yerda Madina-i Munavvarada bo'lib payg'ambarimizning ravzalarini, masjidlarini, Uhud tog'ini, Munavvar tog'larini ziyorat qilib kelgan hoji otalarimiz, hoji onalarimiz, hoji ukalarimiz, hoji singillarimiz duoda o'tib duolari ijobat etsin. Bu yurtda, bu yerda halol, poklik bilan, yaxshi niyatlar bilan dehqonchilik qilayotgan aka-ukalarimiz mana ishlarni ko'rdingiz. Hammasi qo'y berdi, hammasi osh berdi, hammasi qarnashdi. Hammasiga rahmat. Hammasini nimaiki niyatlari bo'lsa, nimaiki murodlari bo'lsa, Alloh taolo niyatlariga murod yetsin. Bundan keyin ishlariga Alloh hammasiga omad bersin. Niyatlariga yetib, Alloh taolo hammamizni bir-birimizni haqimizda duoda, yaxshi gapda bo'lishimizni Alloh nasib aylasin. Ko'nglime orzular solgan qishlog'im olislarda qolgan qishlog'im qolar mudib har sahar har shom ko'zlari yo'limda qolgan qishlog'im kelib qolar mudib har sahar har shom ko'zlari yo'limda qolgan qishlog'im ko'zlari yo'limda qolgan qishlog'im ko'zlari yo'limda 87 sindoshlar mana. qolgan qishlog'im Sizlar duo qilib qo'yingizlar, like bek bosib mana ishlab yotibman. Bir kamas qomda tutib berdim mana dikoy. Afsat akani ham duo qilib qo'yingizlar mana. Chang bosib turibdi, chang bosdi. Hurmatli qishloqdoshlar, mana bugun 1-maydon boshlab mana bugungi kungacha 1200 metr masofani tashabbus yo'li bilan, xalq hashar yo'li bilan mana yakunlab arafasidamiz. Hozir bir yarim soatdan masjid tugaydi, yakunlanadi va 50 metrdan yana shivitlar o'rnatiladi. Shu qishlog'imizning yigitlariga ming rahmat. Mana shu tashkilotchilarga rahmat. Bundan keyingi ishlarda undan ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz ular ishlariga. Yoshlarga rahmat, yoshlarga. Qo'y suyib, soqol tepilganlarga ham katta rahmat. Hammasiga. 1,5 kilometr yo'lda tashabbus bilan mana tugatdi. Elimizga, xalqimizga, yurtimiz uchun mana piyodalar yo'li, maktabga borishga ham juda imkoniyat yaxshi bo'ldi. Rahmat aka-ukalarimizga.